Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 15-aprel kunidan 18-aprelgacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, ushbu videorolik ostidagi like tugmachasini bosib, agar kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Siz bu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga katta rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15-17 aprel kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan sharqqa yo'nalib, sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. 15-17 aprel kunlari ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha, ayrim hududlarda esa 25-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 15 aprel kuni 7-12 daraja, 16-18 aprel kunlari 5-10 darajagacha pasayadi. Kunduzi 15 aprel kuni 10-15 daraja, 16-17 aprel kunlari 12-17 daraja, 18 aprel kuni 15-20 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15-17 aprel kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol ayrim joylarda kuchayadi. Harorat kechasi 8-13 daraja, 18 aprel kuni 6-11 darajagacha pasayadi. Kunduzi 15 aprel kuni 17-22 daraja, 16 aprel kuni 13-18 daraja, 17 aprel kuni 15-20 daraja, 18 aprel kuni 20-25 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan esadi va ayrim joylarda kuchayadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, keyingi kunlarda 6-11 darajagacha pasayadi. Kunduzi 15 aprel kuni 15-20 daraja, keyingi kunlarda 13-18 daraja, 18 aprel kuni 17-22 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15-16 aprel kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 17-18 kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, keyingi kunlarda 6-11 darajagacha pasayadi. Kunduzi 15-16 kunlari 15-20 daraja, 17 aprel kuni 17-22 daraja, 18 aprel kuni 20-25 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15 va 17 aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 16 va 18 aprel kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15-16 aprel kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 17-18 kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, keyingi kunlarda 6-11 darajagacha pasayadi. Kunduzi 15-16 kunlari 15-20 daraja, 17 aprel kuni 17-22 daraja, 18 aprel kuni 20-25 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15 va 17 aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 16 va 18 aprel kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz yanada tez rivojlanishi uchun ushbu videoga like bosib, agar yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang.